ikkita chegara qo'yyapti. Birinchisi oyoqni payini ochib turib suyini joyiga qo'yishga, ikkinchisi pastdagi shiyni oyoqni o'zini mos harakatidan boshqa harakatlarni bajarib suyini olib ketib qolinmasligiga ikkita chegara qo'yyapti doktor. Ikkinchi bunaqa narsa borda, mana boshqa doktor bundan battar rentgenga ham o'sha freyka taqib jo'natyapti. Har xil doktor baribir har xil anaqa qiladi-da. Men o'shanga anuni topa olmayman, tushunasizmi? O'rtasini topa olmayman. O'rtasini topa olmayman. Mana bunga men freyka desam, bunga даже ikkitalab rentgen taqib borgan. Ammo anu bolaga bundan dahshatli bolaga sizlarga yaxshilab kerak bo'lsa gips kerak deb jo'natsam, doktorga boradi, doktorimiz freyka ham bo'ladi, даже massaj olmasangiz ham zo'r massajingizga qildirsangiz, anaqa massaj o'zi bilan yaxshi bo'ladi deydi. Даже без shini, bez gips. Vrachlar shunaqa deydi. Men o'shanga hozir qaysi bir doktor nimani anaqa qilyapti? Men o'zi ishxonamga borsangiz ham 3 ta massajist bo'lsa, yonimdagi qizlar ham rentgenni olib kelishadi, sen shuni ustasisan deb. Chunki men shu rentgen bo'yicha o'qiyveraman, har anaqa qilaveraman. Chunki aytdim-ku, menga bir marta shunaqa hodisa bo'lgan. Men bir oy bitta bolani vaqtini o'tkazganman. Shuni hisobiga rentgen desa qayerga bo'lsa boraman. Chunki rentgen meni har qiziqadigan joyi anaqa. Tushundim. Endi qarang, o'shanga men hozir topa olmayman. Doktorlarning ishiga aralasha olmaymiz. Ular har xil boladagi har xil muammoni ko'rib keyin tashxis qo'yishadi. Doktor ishiga aralashish bizning ishimiz emas. Lekin siz rentgenni ko'rgan holatingizda doktor sizdan boshqa narsalarni ham qo'shib ko'rishi bu tabiiy. Masalan, men o'zimni praktikamda bo'lgan, mana bu golovka shu holatda turibdi. Mana ikki yoq tomonda bir xil shunaqa golovka turibdi. Mana mana bu rabolari ham rivojlanyapti. Shenton liniyasidagi masofa ham unaqa uzoq emasda. Bitta massajchiga borishgan, u massajchi doktorni ayblagan. Doktor noto'g'ri aytibdi, mana suylar rivojlanyapti, golovkalar rivojlanyapti, chotki, mana golovka chotki bo'ldi, seni bolang sog'lom, sen doktor bekorlarni 5 tasini aytibdi degan, qo'pol qilib aytganda. Lekin mushayni holatini hisobga olmagan, payi holatini hisobga olmagan massajchi, chunki unga aqli yetmagan, ilmi yetmagan. Bu yerda siz ko'rib turgan suydan tashqari bizada pay bor, muskul bor, to'g'rimi? Biriktiruvchi to'qimalar bor. Ana o'shalarning holatidan kelib chiqib ham tinchgina gips, tinchgina shina deyishadi. Masalan, bu yerda golovka bor, lekin mana bu yerdagi pay slishkom bo'sh bo'ladi bir xillada. Bu qo'yib yuborsa, bu ketib qoladi osongina. Siz bilmaysiz, bolaga ona masalan hech kim u narsadan himoyalab qo'yilmagan. Kimdir yosh bolasi bor, uyda oyog'idan tortishiga, kimdir pampers almashtirayotganda oyog'idan tortishiga, kimdir boymanda bo'lganda problemada emaklab ketayotganda oyog'idan tortib ushlab qolishga harakat qilmaydi. Uyda qanaqa qaraysiz, uni ko'rmaysiz, siz unga masalan javob bera olmaysiz bu holatda. Aynan shu holatida doktor mana shu problemaga nisbatan atrofidagi himoyani slabiyligiga agar ishonch komil bo'lsa chegaralaydi tinchgina. Chunki bu bola o'sgan sari, bu muskul bo'shashgan sari bu ketib qolish xavfi bor. Bizda ichki pay zashita. Nimaga biz ichki payi faqat gipsga ketayotganda bo'shatib beramiz? Nimaga butuni hadib yirmaymiz bolani? Sabab bu o'zi himoya. Suyeni orasidagi mana bu bilan ulab turgan muskullari zashita uchun uni qisqartirib, uni tonusini oshiryapti, tabiiy himoya qilyapti. Endi buni joyiga qo'yish uchun, buni biza bo'shashtirishimiz uchun bizga podgotovkaga doktor jo'natdi. Ani biz bo'shatib bersak, ani undan keyin shina gips taqiladi, bolani azobi kamayadi. Bo'lmasa miyaga yomon azob. Endi siz bu holatda noto'g'ri qilinsa, mana massaj ko'pincha bizda nima bo'ladi? Oldin ko'p ishlatilinardi, bolani butini yirib massaj qilinardi-da. Pastga qarab bosilardi. Bola qichqirsa ham qaralmas edi, bosilardi. Bu holat juda ham xavfli. Juda xavfli. Birinchidan siz ichki paylarni me'yordan oshuv cho'zib berasiz. Bo'ldi, ketdi, paxotkani yaxshi qilaman deb o'ylaysiz. Paxotka bitta bu yoqqa bog'liq emas. Nechta sababi bo'lishi mumkin? Paxotkani qiyshashga qanchadir sabab bo'lishi mumkin. Oddiy barmon uchidagi bitta nimadir travma ham butun boshli paxotkani qiyshaytirib yuboradi bundoqda. Hamma sabab bu yerda emas, bu o'zi tabiiy himoya. Bu yerda normada bunga moslab berishingiz kerak. Undan oshiq cho'zib berish doim keyingi muammoni keltirib chiqaradi. Nimaga? Bu yerda yirilgan bolalar ishtoni yechilib qolgan bolaga o'xshab g'alati yuradi. Katta bo'lib qoladi uni payi o'ziga nisbatan, tanasini suyaklariga nisbatan payi cho'zilib qoldi. Xuddi ishtonini rezinkasi qochib qolganda
u pay kattalashdimi, o'zini oyog'ini uzunligiga nisbatan kattalashdimi, bo'ldi, bo'shashadi o'tdi. Ushlab qoladigan narsa yo'q. Endi to'g'ridan to'g'ri suyakka nagruska tushadi. Bolada poxodka o'zgaradi. Uni ustiga bu ham yetmaganda pampersini gruzi bor hali. Uni og'irligi ham bor. U ham tazga tushadi. Ustoz hozir aytdingiz-ku boshida rengingga qarab turib bo'shashgan